Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftihar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 18 noyabr günü Dünya Qurultayı İcraya Komitetining kengaytirilgan yig'inida Uyg'ur davosini insoniyatning davosiga aylantirish uchun 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunining 2-yilini butun dunyo miqyosida o'tkazish qaror qilingan edi. 12 oyning 2 kuni Dünya Qurultayı umum vakillar yig'ini chaqirib, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunida dunyo miqyosida keng ko'lamda namoyish qilish chaqiriq e'lon qildi. Dünya Qurultayıning bu yig'inida 9 dekabr kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni qilib bekitilganligining 2 yilligi munosabati bilan Sharq Turkiston davosi va Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusini xalqaro kun tartibida tutib turish va hilam davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va xalqaro jamiyatga eslatish uchun muhojiratga har qaysi tashkilotlarning keng ko'lamda namoyish va xotirlash faoliyati o'tkazish qarori elindi. Qurultayning umum vakillar yig'inida e'lingan qarorlar bo'yicha 9 dekabr Germaniyaning München shahrida keng ko'lamlik namoyish olib berish planlangan. Dolqin Aysa Apandi bu munosabat bilan Qurultay Tor televiziyasidan maxsus chaqiriq e'lon qilib tövenkilarni bayon qildi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. 12 ayının 9 günsi xalqaro irqiy ayrımçılıkni to'xtatish kuni bo'lganidek, o'xshash kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni. Xabarlar bo'lganinglardek, Londonda qurilgan Uyg'ur soti 2020 yıldan 2021 yılının ahırgıcı boğan 18 ay müddet içinde 100 bin betlikten artık dokumentlarını toplap 500'den artık insanın guvalığını elip 3 katımlık sotunu elip verip 2022 yılı 12. ayının 9. günüsü kararını ilan kılan. Karar da Xitay hükümetinin Uygur halkıga ep bağan cinayetini irqiy qirg'inchilik ve insaniyat karşı işlengen cinayet deb bekitgan. Bu günni Dünya Qurultayı başlık bütün muhacirat Sharq Turkiston xalqi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni deb bekitgan. Bu munosabat bilan bu yil 12 ayının 9 günüsü bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuniga 2 yil to'shqan bo'ldi. Uyghur sotunun kararını ilan kınığı 2 yıl toşkan buldu. Bu münasebetle dünyanın her kaç yerlerindeki Uyghur teşkilatları, Şarkı Türkistanlık teşkilatları imkaniyet yer begen dairde her xil şekildeki hatırlaş faaliyetlerini ötküzücü tayarlık vatıdı. Bu münasebetle ben bir yerden bütün dünyanın her kaç yerlerindeki Uyghur teşkilatlarını, Uyghur vatanperverlerini ve Xitay hükümetinin aziz milletimizge ve aziz halkımızga epirvatkan bu qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik deb tunigan ve de shundoq deb qaraydigan ve bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni orzu qiladigan har qanday bir vatanparvarning bu faoliyatga aktivlik bilan ishtirok qilishiga safarbar qilaman. Mushu xotirlash faoliyatlaridan biri 2023 yılı 12. ayının 9. günüsü saat 12'de Germaniyanın München şehrinde devletlik opera zalının altında keng kölemlik bir namoyish bilan hatırlanmakçı turmalardaki yüzligen, minligen insanlarımızın resimleri koyuldu ve kök bayraklarımız bilan, lozungularımız bilan German halkıga ve dünyanın her kaç yerlerinden seyahat kegen insanlarga bu irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini, to'xtab qolmayotganliklarini, Xitoyning keyingi vaqtlarda har xil sayohat programmalarini o'rinlashtirish orqali bu irqiy qirg'inchilikning ustini yepish ko'rinayotganligidan iborat bu abdi bechirisini ichish, dunyoning diqqatini boshqa tarafga burashning oldini olib, mushu irqiy qirg'inchilikka diqqat tortish va jarayon qilayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun dunyoni vazifaga məsuliyyətki çağırış məqsədi bilan bu namayişni orlaşdırırız. Şununla bütün dünyanın her qaysı yerindeki vatandaşlar bu günde oxşaş bulmayan şekilde her qaysı devletlerde teşkilatlarımız tarafından orlaştırılan faaliyetlerine aktif iştirak kılışını arzu kılımız. Cümleden Germaniyadaki vatandaşlarımızın, München'deki vatandaşlarımızın 2 saatlik vaktimizni bu işe ajırtıp her kandak mühim işimiz olsun taşlap
muşu Odin platsida bo'ladigan 2 soatlik namoyishimizga qatnashib, bu irqiy qirg'inchilikni davom qilayotganliklarini, buni to'xtatishga bo'lgan irodamizni o'tirib qo'yishga chaqiraman. Rahmat sizlarga. Hammanglar bilan 12 ayning 9-kunisi soat 12da Odin platsda ko'rishaylik. Bugundan e'tiboran boshlangan bu faoliyatlarda har qaysi davlatlarning parlament a'zolari qisqa video e'lon qilib, o'zlarining mazkur kunni xotirlaydiganligini va Uyg'urlarni har vaqt qo'llaydiganligini ifoda qilishdi. Bugun, ya'ni 7 dekabr tushdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishida nemischa tor ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Onundan boshqa yana Turkiyada 9 va 10 dekabr kunlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi va Uyg'ur akademiyasining o'rinlashtirishida Uyg'urcha va turkcha tillarda parlament a'zolari va tashkilot rahbarlari bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirish va ilmiy muhokama yig'inlari o'tkazildi. 11 dekabr kuni Amerika parlamentida bu vaqtda maxsus yig'in va axborot e'lon qilish faoliyati va shundaqla Kanada, Shvetsiya, Norvegiya, Avstraliya, Fransiya, Belgiya, Shvetsariya, Angliya va Yaponiya qatorliq joylarda bu kunni xotirlash munosabati bilan har xil faoliyat va namoyishlar o'tkaziladi. Germaniyaning dаңлык avtomobil shirkatlaridan Volkswagen guruhi 5 dekabr kuni o'zining Urumchidagi avtomobil zavodiga qarta ilib borgan muffattish doklatining natijasini e'lon qilib, tekshirishda uning Urumchidagi avtomobil zavodida Uyg'ur majburiy amkining mavjudligiga oid hech qanday dalil bayqalmaganligini e'lon qilgan. Volkswagen guruhi kishilik huquq tashkilotlarining Urumchidagi zavodini taqash haqidagi besimi va Germaniya hukumatining bu yil 1-oydan boshlab ijro qilishga boshlagan ta'minlash zanjiri qonunining talabiga binoan bu yil 6-oyda o'zining Urumchidagi zavodiga amgak tekshirish ilib borganligini e'lon qilgan edi. Volkswagen shirkatining oshkorlashicha, mazkur shirkat Urumchidagi zavodiga muffattish tekshirish ilib berishni Germaniyadagi Löning kishilik huquq va savdo mas'uliyati nomli amgak muffattish tashkilotiga havola qilgan. Holbuki, Löning kishilik huquq va savdo mas'uliyati tashkiloti Volkswagenning Urumchidagi zavodiga qarta amgak tekshirish ilib berishda Xitoyning Shenzhen shahridagi bir qonun shirkati bilan hamkorlashgan. Volkswagen shirkatining 5 dekabr e'lon qilgan ma'lumotida oshkorlashicha, amaliy tekshirishni ijtimoiy muffattishlik xalqaro va Xitoy qonunlarida mo'l tajribasi bo'lgan Shenzhendagi qonun shirkati ustiga olgan ekan. Volkswagen shirkatining tekshirish doklatining ishonchlik darajasi darhol bu sohadagi mutaxassislar va kishilik huquq tashkilotlarida savol paydo qildi. Ularning qarashicha, Xitoyning realligi va Sharq Turkistonning mavjud vaziyatida Volkswagenning Urumchidagi zavodiga qarta mustaqil va betaraf tekshirish ilib berish mumkinchiligi yo'q ekan. Volkswagen shirkatining aloqa ishlar direktori Nikolay Laude 6 dekabr bu vaqt Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilganda dokladning qisqacha xulosasi e'lon qilinganligini, biroq dokladning to'liq mazmunini o'rtoqlashmaydiganligini bildirdi. Nikolay Laudening ko'rsatishicha, u tekshirishning tafsilotiga oid masalalarga baho bermaydi ekan. Nikolay Laude mundaq dedi: Biz muffattish doklatining to'liq mazmunini e'lon qilmaymiz. Biz faqat dokladning xulos qismini e'lon qildik. Lekin men Löning shirkati bilan Xitoydagi qonun shirkati to'xtamlashib, Urumchidagi zavodiga qarta ilib borgan tekshirish xizmatiga munosabatli har qanday masalaga baho bera olmayman. Bu mening baho berish kategoriyamdagi ish emas. Nikolay Laude Volkswagen shirkati Xitoyda sonliq ma'lumot to'plash, ta'minlash ishlarining mushkulligini e'tirof qilganligini, Xitoyda amgak muffattish xizmati ilib berishning murakkabligini qayd qildi. U mundaq dedi: Tekshiruvchilar Xitoy qonunidagi yaqinqi o'zgarish sababidan Xitoyda tekshirish ilib berishda sonliq ma'lumot to'plash va yo'tkashning tekshirish uchun muvofiq hujjatlarga erishishning xiris qilish keldiganligini biladi. Nəhayət aniqki, Xitoyda ma'lum shartlar amgak muffattishining tekshirish ilib berishini taqim murakkablashtirdi. Shunga bu tekshirishga munosabatlik barliq uchur va ma'lumotlarga shirkatimiz e'lon qilgan xulosa doklatidan erisha olasiz. Volkswagenning doklatining ishonchlik darajasi Amerika hukumati va ba'zi g'arb parlamentlari tomonidan Xitoyning irqiy qirg'inchilik rayoni deb ta'riflanib kelgan bu rayondagi zavodni taqashni talab qilib kelayotgan kishilik huquq tashkilotlarida savol paydo qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsa, Volkswagenning Urumchidagi zavodini Sharq Turkiston yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikdan ayirib qarg'ilib bo'lmaydiganligini ta'kidlab, 6 dekabr e'lon qilgan bayonotida xizmatchilarni tekshirish, kishilik huquq va amgak ahvolini tekshirishda intayin muhim bo'lsa-mu, biroq ziyorat qiluvchilar o'zlarining va urug' tuqqanlarining bexatarligidan ansirgan ahvolda ishonchli uchur bilan ta'minlay olmaydi ekan. Germaniya xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining qarashicha, bu tekshirishning Xitoy hukumati eg'ir vahshiylik sodir qilayotgan bir rayonda ilib berilganligini unutib qolmaslik kerak ekan. Bu tashkilotning irqiy qirg'inchilik ishlariga mas'ul direktori Hanno Schedler Volkswagen va bu tekshirishni ilib borgan o'rinning uning taqim ko'p tushuncha berish kerakligini bildirdi. Hanno Schedler mundaq deydi: Men ta'kidlamoqchi bo'lgan birinchi nuqta, bu tekshirishning Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa turkiy tilli xalqlarga qarta keng ko'lamli vahshiylik sodir qilayotgan ahvolda ilib berilganligini hargiz unutib qolmaslik kerak.
İlgirki təqiblەşlər səbəbidən bu rayondan ayrılğan bir qancha əmgək müfəttiş şirketiga seliştirganda bu qatımlıq tekshirish intayin müşkil ahvolda ilib berilgan. Şoňa Volkswagen şirketi bilan bu tekshirishni ilib bargan Markus Löning buni qandaq yollar bilan ilib barganligiga qarta tığım köp işenç berishga ehtiyojliq. Volkswagen şirketining qayd qilishicha, müfəttiş şirketi bu yil 11 ayning 1 kuniga qadar Volkswagenning Ürümçidagi zavodida ishlaydigan 197 nafar xizmatchisiga tekshirish ilib bargan bo'lib, bularning 150 nafari Xitoy xizmatchi, 47 nafari Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Turkiy millatlar ekan. Volkswagen zavoddagi az sonliq millat xizmatchilarining 23%ni Uyg'urlar tashkil qilganligini bildirmoqda. Volkswagenning bu vaqtdagi ma'lumotida tekshirish orqali xalqaro emgak tashkilotining 29 111 va 115 nomerlik ahdnomalarga xilof hech qanday hodisa bayqalmadi. Müfettiş zavoddagi xizmatchilar orasida majburiy emgak yoki ishlamchilarni majburiy ishlatishning hech qanday alomatini bayqamadi deyilgan. Lekin Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Zenz 6 dekabr X e'lon qilgan uchurida Yangi Şinjan saqchi hujjatlaridagi dalillardan rayondagi atalmış kasbiy mahorat o'rganish o'rinlarining Volkswagen bilan birlashib emgak yarmankalarini o'tkazganligini, Uyg'urlarning bu xil kasbiy mahorat o'rganish o'rinlariga jazo lagerlaridan avatilganligi ma'lum bo'lganligini ilgari surgan. Adrian Zenzning oshkorlashicha, saqchi hujjatlari Adiljon Hashim ismli Uyg'urning 2017 yili 10 oyda tutqun qilinib, 2018 yili 1 oyda kasbiy mahorat o'rganish o'rniga avatilganligini, uning bu xil ziyonkashlik uchirg'uchi kishilardan biri ekanligini ko'rsatmoqda ekan. Nikolay Laudi Volkswagenning bu rayondagi kasbiy tarbiyalash o'rinlari bilan hamkorlashganligini rad qilgan bo'lib, uning ko'rsatishicha Volkswagen yaqinqi 4-5 yil mobaynida Ürümchidagi zavodiga xizmatchi qabul qilmagan. Nikolay Laudi agar bayonlarda bizning yoki Ürümchidagi zavodni boshqarayotgan shirkatning tarbiyalash o'rinlari bilan birlashib ish qilganligimiz yoki ular bilan hamkorlashganligimiz aytilgan bo'lsa, biz shuni ayta olamiz. Bizning bu xil kasbiy tarbiyalash o'rinlari bilan hech qanday hamkorligimiz bo'lmadi. Biz yaqinqi 4-5 yildan beri zavodimizga hech qanday yangi xizmatchi qabul qilmadik deb ko'rsatdi. İtaliya hökumət dairələrinin aytishicha, Italiya Xitoyning muhim savdo va ulaslar turi bo'lgan bir balvoq bir yo'l qurilishidan chekinib chiqqanligini rasmiy uqtirgan. Reuters agentligining 2023 yili 12 oyning 6 kundagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Italiyaning bu qarori 3 kun ilgari davlat maktubi orqali Beijingga yetkazilgan. Lekin ikki taraf bu to'g'riliq rasmiy so'zlashmagan. Italiya bosh ministri Giorgia Meloni uzundan buyon bu turni tanqid qilib kelgan hamda bu qurilishdan chekinishni xohlaydiganligini bildirgan edi. Nurg'un kishilar Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidan foydalanib o'zining siyosiy va iqtisodiy ta'sir kuchini Yevropa davlatlariga qadar yeyishni maqsad qilayotganligini, Italiyadagi davlatlar uchun Xitoyning bu qurilishning buning hech qanday foydasi yo'qligini ilgari surib kelmoqda edi. Muxbirlar Italiya bosh ministri Giorgia Melonining ishxonasidan Italiyaning nima sababdan Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidan chekinib chiqqanligi to'g'risida savol so'ragan bo'lsa-mu, ammo Italiya taraf buning javob bermagan. Xitoy bu to'g'riliq hech qanday inkos qaytarmagan. 2019 yili Italiya hukumati Amerikaning ogohlantirishiga qaramay Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashgan g'arbdagi tunji davlat bo'lib qolgan edi. Italiya bilan Xitoy orasida kelishilgan bir balvoq bir yo'l haqidagi kelishim 2019 yil imzolangan bo'lib, kelishimning vaqti 2024 yili 3 oyda to'shidi ekan. Italiya hukumat manbalarining bildirishicha, Italiya taraf buningdan 3 kun burun Xitoyga davlat maktubi avatib, Xitoy bilan bo'lgan bir balvoq bir yo'l qurilish kelishimini yanılmaydiganligini uqtirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.